Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun kuch, huquq yoki mansabdan zararlanish degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi mushu insonlarning psixikalik nuqtasidan chiqish qilib, ya'ni odamniki biologiyalik va fiziologiyalik nuqtasidan chiqish qilib, shu insonlarningki kuch, huquq yoki mansabga bo'lgan tashnoliqi qandoq kelib chiqadi, nima sababdan bo'ldi, biz nimani kuch, huquq yoki mansabdan zararlanish deymiz, uning asosli sabablari va uning oldini olish to'g'risida o'zimning izlanganlarini qisqacha qilib sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Tövəndə diqqətinizlər bu leksiyanın təfsilatı bo'lsin. Həmməylə bilgəndək, bizdə Allah bilib eshakka minguz berməptikan deydigan bir aqliya söz yoki ot sözü var. Endi bu biz tarixqa qaraydigan bo'lsak, padişahlarning adolatsizligiga qarshi kurash qilib, adolatsiz padişahni taxtdan ilib tashlab, uning o'rniga padişah bo'lgan ko'plagan kishilarning oxirida o'xshash oqibat bilan oxirlashgan misollarni xili ko'p uchrata olamiz. Ya'ni padişahni adolatsiz deb uning qarshi kurash qilib, uning o'rniga padişah bo'lganlarmi oxirisida boshqalar tarafidan adolatsizlik qildi deb bu taxtdan tushib ketgan misollarni biz ko'p ko'ralaymiz. Uningdan boshqa hozir biz yashayotgan davrdami puhra vaqtida yoki amalga o'ltirishdan burun adolatni ig'izdan tushirmaydigan yoki adolat uchun kurash qilgan bir qism kishilarning huquqqa erishgandan keyin, amalga o'ltirgandan keyin yoki kuch sohibi bo'lgandan keyin o'zi ayblagan kishilar bilan o'xshash yo'lga manganligi, ya'ni adolatsizlik qilganligini, ba'zilarining hatto texmi oshirayotganligini ko'rib olaymiz. Bu dal men bugun so'zlamoqchi bo'lgan kuch, huquq yoki mansabdan zararlanishdir. Undaqda bu kuch, huquq yoki mansabdan zararlanish degan zodi nima degan vaqtida kuch, huquq yoki mansabdan zararlanish deganda inson kuch sohibi bo'lganda yoki amal tutib boshliq bo'lgan vaqtida uning so'z harakatining o'zgarishini, qoida tuzumni bir tarafga qayirib qo'yib, erishgan huquqni qalaymaqon ishlatishni ko'rsatadigan bo'lib, agar inson o'zini kontrol qilishni bilmasa va tashqi omillarning cheklamasiga uchurmasa, erishgan mansab va huquq qancha cho'ng bo'lgan siri uningdan zararlanishmi shuncha ig'ir bo'ladi. Kuch, huquq yoki mansab insonlarning o'zini nachar harakatlardan yiroqlashtiradigan, ichki tangshash kuchini ozlashtiradigan yoki yo'q qiladigan bo'lib, kishilar o'zini kuchlik his qilgan vaqtida o'zini kontrol qilishdan voz kechadi. Ya'ni o'zi xohlaganini qiladigan va erishgan kuchini qalaymaqon ishlatadigan bo'ladi. Amerikalik dangliq psixolog va yozuvchi Bob Sutton huquq, amal yoki mansab to'g'risida mundaq degan ekan: bir inson boshliq bo'lgan vaqtida amaldan zararlanishni keltirib chiqaradigan tövəndəki 3 xil ahvol yuz berishi mumkin. Birinchisi, boshliq bo'lguchi diqqatini o'zi ko'ngil bo'ladigan ishlarga yoki o'zining ehtiyojini qondirishga markazlashtirishi mumkin. İkincisi, boshliq bo'lguchi boshqalarning ehtiyojiga yoki boshqalar ko'ngil bo'ladigan ishlarga oncha ahamiyat bermasligi mumkin. Üçüncüsü, boshliq bo'lguchi doim qoida tuzumning o'zi bilan aloqasi yo'qdek
harakat qilishi mumkin. U yana mundaq deydi. Texmi ko'p dalil isbotlar shuni isbotlaydiki, boshliq bo'lg'uchi qancha muvaffaqiyat qozonsa, ularning qoidaga xiloflik qilish ehtimolligi shuncha yuqori bo'ladi. 1892 yildan 1971 yilgacha yashagan Amerikalik islohotchi, ilohiyatshunos, axloqshunos, siyosat va ommaviy ishlarga baho berguvchi, 30 necha yil birlashma ilohiyatshunoslik professor bo'lib xizmat qilgan Karl Paul Reinhold Niebuhr degan kishi kuch to'g'risida mundoq degan ekan. Kuch zarlikdir. Hamda u axloqiy tonishning ko'zini ko'r qiladigan va axloqiy mudosining irodasini sustlashtiradigan zahardir. Ya'ni insonlar bu kuchni muvofiq qo'llanmagan vaqtida u zaharga aylanadi va insonlar jamiyatiga baloyi ofat keladi demakchi. Undaqda bu insonlarningki kuch, huquq yoki mansabdan zaharlanishning sababi nima degan vaqtida birinchisi har qandaq insonning uzun muddat o'xshash vazifani o'tash, huquq merosxo'rligi yoki podshohlik tuzum. Bu insonlarningki kuch, huquq yoki mansabdan zaharlanishninki sababining muhim bir qismi. Ikkinchisi kuch sohiblarining o'zining muhimligi, roli va qobiliyatini ziyoda yuqori mo'lcharlashi. Ya'ni ular o'zi bo'lmasa yer shari aylanmaydigandek his qilganligi uchun o'zining muhimligini haddidan ziyoda ko'ptirib, o'zining shu o'ringa o'ltirishini Allohninki bir peshonasiga tukkan ishtikidek bilishi ularning huquqini haddidan ziyoda suiiste'mol qilishiga sabab bo'lgan omillarningki birisi. Uchinchisi kishilardagi o'xshamagan xarakter, ya'ni shuhratparastlik, shaxsiyatchilik, o'z mabtulluq va o'zni markaz qilish xarakter binormalligi. Bularmi mush insonlarningki kuch sohib bo'lgan vaqtida yoki amalga o'tirgan vaqtida kuch, huquq yoki mansabdan zaharlanishni keltirib chiqaradigan muhim sabablarningki biri. To'rtinchisi kuch, mansab yoki huquqning insonlarning o'zini kontrol kuchini ojizlashtirishi. Bu mushu biologiyalik nuqtadan aytgan vaqtida bu kuch, mansab yoki huquq mushu boshqa xumor qiladigan zarlik chekimliklarga o'xshash nerviga ta'sir ko'rsatib, odamningki ya'ni insonlarning o'zini kontrol qilish kuchini ojizlashtirib o'tishmi shu insonlarning kuch, huquq yoki mansabdan zaharlanishninki muhim sabablarininki birisi. Beshinchisi haddidan ziyoda olqish va madhiyalar. Ham shundaqla olqish va madhiyalarning insonlarni mast qilishi va o'zini bilmas holga tushirib qo'yishi. Oltinchisi kuch, huquq va mansab odam badanidagi testosteron hormoni miqdorini yuqori ko'tarib, cho'ng miyadagi zo'qlantirish hormon dopamin ta'minotini oshirdi. Natijada inson kuch, huquq va mansabga xumor bo'lib qoladi va uningdan mehrini uzolmaydigan bo'lib qoladi. Bumi insonlarning mushu kuch, huquq yoki mansabdan zaharlanishning muhim sabablarininki birisi. Bular yuqorida men deb o'tganlar mushu insonlarningki kuch, huquq va mansabdan zaharlanishi, ya'ni o'zi burun qancha adolat so'zlaydigan odam bo'lsa-mu, lekin kuch, huquq yoki mansabga erishgandan keyin butunlay o'zgarib, mushu o'zining erishgan kuch, huquqini suiiste'mol qiladigan ahvolga kelib qolishninki muhim sabablari.
Undaqda bu insonlarning kuch, huquq yoki mansabdan zararlanish jarayoni qandaq bo'ladi, uning qadam bosqichlari qandaq bo'ladi degan vaqtida kuch, huquq yoki mansabdan zararlanish ichki va tashqi omildan iborat ikki taraf bilan zich munosabatli bo'lib, bir tarafdan kuchning xumor qilish roli muhim rol o'ynasa, yana bir tarafdan kuch sohib bo'lg'uchining kuchga bo'lgan tashnoligi va atrofdagi kishilarning kuch sohibiga bo'lgan cho'qinishi, xushomadchiligi va yo'l qo'yishimi nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Kuch sohibi dastlabda o'zining kuchini ehtiyot bilan qo'llanadi. Atrofdagilarning inkosiga qaraydi. Atrofdagilar kuch sohibiga yaxshiroq bo'lish va uningdan naf olish uchun kuch sohibini ziyoda madiylaydi. O'rinsiz olqishlaydi. Madya va olqish kuch sohibiga huzur va jasorat beradi. Huzur va jasorat kuch sohibining o'z kuchini cheklimisiz qo'llanishga yo'l ochadi. Har xil natijalar o'tirg'i chiqadi. Natija va olqishning cho'ngiyishi insonni mast qilib, o'zini bilolmaydigan holga tushirib qo'ydi. Shuning bilan kuch, huquq yoki mansabdan zararlanish kelib chiqadi. Kuch sohibi yoki amal tutquchi o'zining huquqini, kuchini cheklimisiz qo'llanishga, suiiste'mol qilishga, qoida, nizomnoma va qonunni bir tarafga qayirib qo'yib, o'zining bilgancha qilishga boshlaydi va bu zararlanish texmi ig'irlaydi. Undaqda insonlarning kuch, huquq yoki mansabdan zararlanishningki oldini olishda nimalarga diqqat qilishimiz yoki qandaq qilgan vaqtida kuch, huquq yoki mansabdan zararlanishning oldini olg'ili bo'ldi degan vaqtida insonlarning kuch, huquq yoki mansabdan zararlanishi men yuqorida deb o'tgandagidek ichki va tashqi omildan iborat ikki taraf bilan zich munosabatlik bo'lib, uning oldini olishdimi u ikki tarafda o'rtaq tirishchanlik ko'rishga to'g'ri keldi. Birinchidan amal tutquchi yoki kuch sohibining o'zini bilishi va o'zini kontrol qilishi bak muhim. Ikkinchisi, amal tutquchi yoki kuch sohibi qonun tuzumga hurmat qilish, qoida tuzum va prinsip bo'yicha ish qilish kerak. Uchinchisi, atrofdagi kishilar amal tutquchiga shaxsiy cho'qinishdan yoki ularni ziyoda madiylashdan, tahqirkashlik qilishdan saqlanishi samimiy va prinsipchan bo'lishi kerak. To'rtinchisi, amal tutquchilarning uzun muddat amal tutishiga cheklama qo'yib, demokratik saylam tuzumi va nazorat qilish tuzumini yo'l qo'yish kerak. Beshinchisi, ishlarni odamga qarab emas, qonun, tuzum va sistema, mavjud sistemaga qarab yurishtirish kerak. Biz mana bularga diqqat qilgan vaqtimizda kuch, insonlarning kuch, huquq yoki mansabdan zararlanishningki oldini ola olishimiz, ularningki kuch sohibi bo'lgandan keyin huquq va kuchini suiiste'mol qilinishdan to'sib qola olishimiz mumkin. Bugungi bu kuch, huquq va mansabdan zararlanish to'g'risidagi qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Agar biz dunyodagi ilg'or millatlar qatoriga o'timiz, demokratik, erkin bir jamiyat quramiz deydi ekanmiz, cho'qim biz shu kuch, huquq va mansabdan zararlanishning oldini olishimiz kerak. Bu hammalarga bog'liq ish. U hargiz bu mansab tutquchi yoki kuch sohibi bo'lg'uvchilarga emas, atrofdagi shularga ergashguchi va shularni qo'llag'uvchilarningmi bosh tortib bo'lmaydigan burchi. Men leksiyada tafsili deb o'tgandagidek bu ikki taraflamalik masala bo'lganligi uchun biz o'zimizningki shu liderlarimiz, boshliqlarimizningki
mushu kuchdan zərlinish, ya'ni mansabdan zərlinish yo'liga qarab manganini sezgan vaqtimizda ularga yordam qilishimiz, ularniki o'z huquqini qalaymaqon suiiste'mol qilishidan to'sishimiz nihoyatda muhim. Biz faqat o'rtaq kuch chiqargan vaqtida biz o'zimizningki mushu nihoyatda demokratik, sog'lom bo'lgan bir jamiyatimizni qurib chiqa olishimiz mumkin. Oxirida hammanglarga yana bir qitim rahmat. Ko'rishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.